Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Prepros kitobidan 3-savolni yechishni boshlaymiz. Hop. A baseball coach, ya'ni bilamiz baseball nima bu? O sport turi, coach degani murabbiy degani. Murabbiy. Charges. Charge degani to'lov degani. Qanaqa to'lov? Ya'ni pullik to'lov. To'lov. Qanaqa ekan? Pullik. Each athletics. Each degani har bir degani. Har bir. Athletics bu sportchi. $150 for the first month. Yani first birinchi month oy. Demak, birinchi oy uchun har bir sportchi $150 to'laydi ekan. Va $95 for bilamiz uchun each additional month. Each degani har bir. Har bir. Additional. Additional degani har bir qo'shimcha degani. Qo'shimcha oy uchun. Ya'ni demak, birinchi oy uchun $150 va undan keyingi har bir qo'shiladigan oy uchun $95 dan ekan. Which of the following quyidagilardan qaysi biri funksiyalar correctly degan to'g'ri represent ifodalaydi total revenue RM, ya'ni umumiy foydani, ya'ni RM kirimni nimada? Dollarda. M months va N athletics. N oy va N da sportchi. Bu yerda M va N pozitiv integer, pozitiv degani musbat degani. Integer degani butun son degani. Butun sonlar. Hop, demak qaranglar. Bu RM orqali ifodalanar ekan va birinchi oy $150 plus $95 dan qolgan har bir oy. O'zi M mansida bir oy chiqib ketdi. M minus bitta oy qoldi. Hop, bu nima uchun? Bitta sportchi uchun. Men buni ko'paytiraman n ga. Nimaga? N sportchi uchun. Buni hisoblasak, ichkarida qaysi ochamiz? 95 m minus 95 ko'paygan n. Ichkarini hisoblasak, bu bilan bu 55 plus 95 m. Endi bu endi ko'paytirib chiqsak 55 n qo'shilgan 95 m n degan holat bo'ldi. Demak, bu javob C javob. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.